arzon narxlarda 2 xonali uy qidirib yurganlar uchun 60 kvadrat metrdan iborat 54.500 dollarga tayyor kirib yashashga tayyor xonadonimizni sotuvga chiqdi. Umumiy maydoni 60 kvadrat metr tashkil qiluvchi bu keramzitli domdan qurilgan OBD proyektli xonadonimiz bo'lyapti. Bitta tanishtirib o'taman. Mana oshxonasini o'ziga kirib kelib ko'ryapsizlar. Qanaqangi keng katta oshxonasi. Ya'ni kuningizda mana masjidda o'tkazishingiz mumkin. TV zona, kuxonniy zona hammasi qilib qo'yilgan. Bu yoqqa o'tamiz, bu yoqqa o'tganimizda esa zal. Zalga kirib kelganimizda fayz urib turibdi. Mana buni qaranglar. Oттенкаларni shunaqangi qilgan ekanlarki, klassikaga yaqin, такой скромный xonadonimiz bo'lyapti, lekin o'zim ham kirib kelib, lishniy narsa yo'q bo'pti. Prям uyutni qilib qo'yilgan ekan xonadonimizni. Endi esa bu yoqqa o'tamiz, bu yoqimizga o'tganimizda esa bu xonadonimizni spalniy xonasi bo'lyapti, o'rtoqlar. Bu yoqda ham bemalol mebel texnikani qo'yib qo'yib, mana shu yerda qoladigan joy ham qilib qo'ysangiz bo'ladi endi. Endi esa sanvozillarımizga kelamiz. Sanvozillar bu yoqda vanna, bu yoqda hojatxona. Xohlasangiz buni ham bizdirib tashlab, o'zingiz uchun bitta qilib qo'yib, bu yog'ini mana bu prostranstvani, ya'ni kengaytirishingiz mumkin. Umumiy maydoni 60 kvadrat metrda tashkil qiluvchi 2 xonadan iborat 5-etajdagi 9-etajdagi kvartiramiz 12-bekat metrosining shundoq yonginasida joylashgan, Sergeli tumani Massiv Stроительda joylashgan. Aloqaga chiqishingizni kutib qolaman. Sizlar bilan uy topida обязательно obuna bo'lib, like bosishni unutmang.